Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumanida tavakkalchilikka asoslangan onlayn qimor o'yinlarini tashkil qilgan jinoiy guruh qo'lga olindi. Bir paytlar qimor o'yinlari yashirin joylarda, berk eshiklar ortida o'ynalar edi. Bugun esa u har bir insonning qo'lidagi telefon orqali xonadonlarga kirib kelmoqda. Eng achinarlisi, bu xavfni ko'pchilik o'yin deb qabul qiladi. Aslida esa har bir bosilgan tugma ortida boylik emas, balki yo'qotilgan mablag'lar, vayron bo'lgan oilalar, qarz botqog'iga botgan insonlar va izdan chiqqan taqdirlar yashiringan. Raqamli texnologiyalar insoniyatga beqiyos imkoniyatlar yaratdi. Bugun mamlakatimizda inson qadrini yuksaltirish, ta'lim olish, tadbirkorlik qilish va davlat xizmatlaridan foydalanish uchun keng imkoniyatlar mavjud. Biroq internetdan noqonuniy maqsadlarda foydalanuvchilar ham yo'q emas. Raqamli makonda qilingan har bir harakat iz qoldiradi. Qonun esa bunday jinoyatlarni barvaqt aniqlab, ularga chek qo'ymoqda. Ana shunday tezkor tadbirlar davomida Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi kiber jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi xodimlari tomonidan Jarqo'rg'on tumanida YouTube platformasi orqali noqonuniy onlayn qimor o'yinlarini tashkil qilib kelgan jinoiy guruh fosh etildi. Respublikamiz hududida o'tkazib berilayotgan xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli profilaktik tadbirlari doirasida Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi kiber jinoyatlarga qarshi kurash boshqarmasi xodimlari tomonidan Jarqo'rg'on tumanida istiqomat qiluvchi 3 nafar fuqarolar YouTube ijtimoiy tarmog'ida O'zbekiston Respublikasi istiqbolli loyihalar Milliy agentligining tegishli tartibda ruxsatnomalarini olmasdan internet butunjahon axborot tarmog'ining YouTube platformasi turli kanallar ochib, ular orqali fuqarolar o'rtasida qimor va tavakkalchilikka asoslangan o'yinlarni qonunga xilof ravishda o'tkazib kelganligi aniqlangan. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, 3 nafardan iborat ushbu guruh 2023-yildan buyon har kuni kech soat 18:00 dan tongi soat 6:00 gacha onlayn o'yinlar tashkil qilib kelgan. Har bir o'yin uchun 24 ta chipta sotilgan bo'lib, har bir chipta narxi 300 rublni tashkil etgan. Bir o'yin uchun 6000 rubl miqdorida yutuq va'da qilingan. Kun davomida taxminan 70 ta o'yin o'tkazilib, 1680 tadan ziyod chipta sotilgan va bir kunning o'zida taxminan 504 ming rubl mablag' yig'ib olingan. Endi bu raqamlarni yillar kesimida tasavvur qiling. Agar o'rtacha 600 kun davomida shunday faoliyat olib borilgan deb hisoblasak, fuqarolardan taxminan 302 million 400 ming rubl mablag' yig'ib olingan. 1 milliondan ortiq chipta sotilgan. Bu raqamlar shunchaki statistika emas. Ularning ortida o'z omonatini yo'qotgan insonlar, qarzga botgan oilalar, iztirob chekkan farzandlar va pushaymonlik bilan yashashga mahkum bo'lgan taqdirlar turibdi. Onlayn o'yin, onlayn nima o'yin? Loto o'yini. Loto o'yini tushuntirib beringchi, qanaqa o'ynatiladi loto o'yini? Manaki hammasi biletlar yozilgan, chiqqan tosh qo'yilib boriladi. Olib borilgan tergov harakatlari davomida ushbu fuqarolar muqaddam sudlanmaganlik, O'zbekiston Respublikasi fuqarosi hamda doimiy ravishda Jarqo'rg'on tumanida istiqomat qilib kelganligi aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan ushbu fuqarolarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 278-moddasi 2-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lib, mazkur jinoyat ishi yuzasidan ushbu o'yinlarni tashkil qilgan fuqaroning uyida tintuv tergov harakati o'tkazilganda ushbu o'yinlarni onlayn tarzda o'tkazishda foydalanilgan kompyuter jamlanmalari, uyali telefonlar, bank plastik kartalari hamda boshqa jihozlar tegishli tartibda rasmiylashtirib olingan. Jinoyat ishi yuzasidan ushbu qimor va tavakkalchilikka asoslangan o'yinlarni o'tkazib kelgan 3 nafar fuqarolar O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 220-moddasi tartibida ushlanib, ularga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirda mazkur jinoyat ishi yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Unutmang, yengilgina daromad va'da qilgan har qanday noqonuniy qimor o'yinining g'olibi bo'lmaydi. Bu o'yinda eng katta yutqazuvchi insonning o'zi, uning oilasi va kelajagidir.